Assalomu alaykum barchaga. Iftorlik va saharlik uchun internetda mashhur bo'lgan piyola somsani oson uslubda pishiramiz. 700 gramm unimizni yaxshilab elakdan o'tkazib olamiz. Elangan unga sariyog' yoki margarin qirg'ichdan o'tkazamiz. Endi ikkala masalliqni yaxshilab urvoq qilib olamiz. Yarim choy qoshiq razrixlitel 150 gramm qatiq solamiz. Bitta tuxum ham soldim. Yarim choy qoshiqda tuz solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qilib olamiz. Va xolodilnikka yuboramiz. To'g'ralgan go'shtimizga piyozni solib, zira va murch bilan aralashtirib olamiz. Endi xamirimizni dumaloq shaklda piyolamizga moslab yoyib olamiz. Piyolamizga qiymani va pomidorni solamiz. Piyolani ustini xuddi shu kabi yaxshilab o'rab olamiz. Endi duxovkaga yuboramiz. Xamirimiz usti ko'tarilib, chiroyli somsamiz pishdi. Yoqimli ishtaha.